anaqa arazladi deganini esinglar, nima kelinlar nolishadi. Oyijonim borsalar sovchilikka, обязательно gilamni tegini ko'taradilar. Soch bormi, yo'qmi? Chang bormi, yo'qmi? Обязательно hojatxonaga kiradilar. Sovchi bo'lib borgan joyga hojatxonaga kiradilar. Toza. Hojatxona tozami? Demak, bilinglar, ayol farishta bo'ladi. Sarishta bo'ladi. Demak, hamma yog'i toza degani bu qizlarjonlar. Hammom mamnaqa bo'lib yotibdimi? Demak, siz shaltosiz. To'g'risi. Men ukamni xotiniga sovchilikka borganda tualetga kirsam, onam, "Ha, buving ishini qilyapsanmi?" dedilar. "Bu ishini qilyapman" dedim. Haqiqatan ham kirganda ozoda bo'lgani uchun shu kelinni olganmiz. Men o'sha sovet paytidagi bujonlarni juda ham yoqlayman. Hozir masalan tushuntirib beraman bitta narsani. Turaman, olasan. Qizlarga oyoq kiyim tuzatishni hech qaysi ona shu paytda o'rgatmayapti. Deylik, uyiga mehmon keldi yoki yangi kelin oyoq kiyimlarni tuzatib keting deb qaynona aytsa, ha deydi. Endi tasavvur qiling, mana shunaqa engashganda orqasida qaynota turgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Millakasi turgan bo'lishi mumkin. Bu minus onalarga. La'nat onalarga ketadi. Qizlarjonlar, chunki ona o'rgatadi, ota emas bu narsalarni. Har doim qizlar uzun ko'ynakda bo'lsa, etaginglarni yig'ishtirib olib, o'tirib tuzat. Kalta ko'ynakda bo'lsanglar ham og'inglarni bekitinglar qizlar, og'inglarni bekitib turib, keyin oyoq kiyimni tuzatishni qizlarimizga o'rgatmas ekanmiz, bizga la'natli kelaveradi. Chunki har bitta mayli nagli etmasa kerak, qaynatamdan ko'rdim, mana engashib turganda bu la'natli bizga kelaveradi qizlarga. Qizlarimizga обязательно mana oyoq kiyim tuzatishni birinchi o'rinda o'rgatinglar. Erkak kishi bo'ladimi? Hozir qizlarimiz modniy bo'lib ketgan, erkak kishida irganishadi oyoq kiyimiga qo'lini teg'izish. Bor shunaqa qizlar ko'ryapman-da. Hecham bunaqa narsa kibr sinadi qizlar, oyoq kiyimni engashib o'tirib tuzatgan insonda kibr sinadi. Mani qaynonam har doim aytardilar, qaynotangiz keldilarmi masjiddan, kalishlarini yuvib, tozalab, anaqa borida u paytda delfin lattalar yo'q edi, oddiy doka bo'lardi. O'shanda artib suv oqib yotmasin dedilar. Artib tekis qilib qo'ying kelin dedilar. Kiyishga tayyor qilib qo'ying dedilar. Men u yoqqa o'tsam ham oyoq kiyimni tuzatib ketardim. So'kish eshitmaslik uchun bu yoqqa o'tsam ham oyoq kiyimni tuzatib. Bu refleksga aylandi. Va men qizimga ham shu narsani o'rgatdim. Jiyanlarim har bittasiga ham shu narsani o'rgatdim. Nimaga qizlarjonlar? Mana shu narsani ko'rgan meni jiyanimning qaynonasi kim o'rgatgan bo'lsa ham rahmat. Chunki aksariyat hozir biz bu narsani o'rgatmayapmiz. Umuman o'rgatmayapmiz qizlarimizga. Yana bitta narsa, nyuans aytishim mumkin. Bu oddiy narsa aytishim mumkin, lekin shu narsani qizlar bilmayapti. Kir osayotganni o'ziga yarasha madaniyati bor kir. Hozircha bilmayman shu paytga. Teskari osish kerak. Nimaga? Qush qo'nishi bor yoki bo'lmasam arqonni rangi chiqishi bor. Kiyimga yuqmasligi uchun bu bir. Hech qachon ichki bilyoni oldiga badan bo'lsin, yuz bo'lsin, sochuv osilmaydi. Hech qachon. Biz nima qilamiz? Kir moshinaga hammasini tiqib olamiz. Hech qachon mana balog'at yoshiga yetgan qizlar, ayollar esingizda bo'lsin. Turmush o'rtog'ingizni kiyimi bilan o'z qizingizni kiyimini yuvishga aralashtirmang. Hech qachon aralashtirmanglar qizlarjonlar. Bu eng katta xatoinglar. Mumkin emas. Qizinglar bo'yiga yetgan sari otani kiyimiga aralashishi kiyimi mumkin emas. O'zinglar tushunib olasizlar nima kerak. Yana osayotganda iloji boricha ichki kiyimlarni insonlarning ko'zidan nariga osishni o'rgatinglar. Biz hozir qizlarimiz otadan uyalmayapti. Akadan uyalmayapti. Ertaga borganda millakasidan ham uyalmaydi. Qaynotasidan ham uyalmaydi. Chunki biz shu narsaga qo'yib beramiz. Biz o'rgatmayapmiz. Biz aytmayapmiz ularga. Mumkin emas qizlarjonim. Jonim, ana avratga tegib turgan narsani ko'rsatib osish mumkin emas deyish narsa bizning hayolimizdan chiqib ketmadi. Sochuvni oldiga hech qachon lasina, shim, umuman beldan pastdagi narsalarni osish mumkin emas demayapmiz.
sochuvlarni ketma-ketligi bo'yicha ozgin demayapmiz. Hattoki kirlarni rangiga qarab turib ozgin demayapmiz. Nima qilyapmiz? Oq kiyim oldiga rozvoy kiyim oldiga ko'p kiyim, rangi bir-biriga o'tib ketgan, boshqa qilgan yoki bo'lmasam yuz sochuvni oldiga ishton lozim. Nimaga biz bu narsalarga ahamiyat bermayapmiz? Nimaga ko'p ziddiyatlar chiqib ketyapti yosh kelinlarimiz edi? Bilmaydi ular. Ro'zg'or tutishni bilmaydi. Nimaga? Chunki onalar o'rgatmayapti. Elementar narsa deyishingiz mumkin, lekin mana shu elementar narsani ham hech kim o'rgatmaydi. Onam bizga boshqatdan yo'llaytirardi. Mana shundoq qayerdalar ol boshqatdan yo'l. Mani onam gap singib ketgan. Mani onam taxlattirardilar. Biz taxloni taxliyordikda, shundan kelardi. Voy bolajonim, молодец, zo'r taxlabsan dedilar, adab ketardi. Biz yig'lab yana boshqatdan qatta xato qildim desam, men bitta ro'molni cheti buralib qolibdidir. O'shani o'zini tashlasalar bo'lardi, yo'q, hammasini tetugi bilan adab ketardi. Biz yana boshqatdan taxlab turib, yanachi qizlar taxlaganda bundoq qo'limiz bilan silashimiz kerak edi, har bitta qatorini. Nimaga? Chotki bo'lib turish uchun. Kim o'rgatyapti shu narsani? Dash taxlash o'rgatmayapmiz. Bari biyini yashtirib chiqaq deymiz, bo'ldi tamom. Bor kirini yu deymiz, bo'ldi tamom. Ovqatdan o'rgansa, ona o'rgatmas. Bizi ko'p aytibman, fikrlarimizni dunyoni ishlari bilan mashg'ulmizda. Elementar narsaga qaramayapmiz. Men rosa o'sha sovet paytidagi buvlarimizdan sog'inaman. Ular erinmasdan shu narsalarni o'rgatishardi. Vaqt bor edi. Hozir ham vaqt bor. Telefonda Biz telefondan ortmaymiz yoki bo'lmasa boshqa muammolardan ortmaymiz. Qudamizni qanaqadir ham gapirgan gapi bilan miyamiz band. O'g'limizni qanaqadir ham bizga xatto'ri gapirib qo'ygan narsa bilan miyamiz band. Yoshlarimizni turmush o'rtog'im qattiq ekan. Telefonni olmadi. Ikkinchi liniyaga tushdim. Kim bilandir ham gaplashyapti degan narsa bilan band. Farzandlarimizni qattiqgina PlayStationda emasmikan, diskotekaga kirib ketib qolmadimi ekan, yigiti bilan uchrashmadimi ekan degan narsa bilan bandmiz-da. Charchab qoladi, ong charchaydi-da. Kerakli narsani aytolmaydi. Bahona vaqt. O'zi vaqt yetarli qizlar. Dunyo o'zgarmagan qizlarjoylar. Olam ham o'zgarmagan. Biz o'zimiz o'zgardik. Nazarimiz o'zgardi. Bizdan tasavvur qilinglar, bizani pokoleniya nima bo'ladi? Biz hozir o'rgatmayapmiz. Ular o'rganmasdan turib, ular ham o'rgatmaydi shu narsani. Nima bo'ladi? Biz bezdan bez qizlarni o'stiramiz. Yoki ishni bilmaydigan qizlarni o'stiramiz. Yoki umuman hech narsaga yaramaydigan erkaklarimizni ulg'aytiramiz. Bu xato. Bizni ro'zg'or tutishi 12 yoshdan boshlab qizlarimizga sipirgani o'shatdi, pilisozmas. Sipirishni o'rgatishimiz kerak. Domda bo'lsanglar ham sipirishni o'rgat. Chunki qizinglarni domga tushishga anaqanglar yo'q, bilmaysizlar, faqat tushsin. Men bitta qizni bilaman, domdan uchastkaga tushgan, sipirishni bilmaydi. To'g'risi, sipirgani ushlashni bilmaydi. Charchab qolishadi. Mana deydi, mana ularga 13 yoshgacha ilishdi-ku, ana to'g'ri. Uni ham qarab shida taxmin. Lekin kirdigu yurishni o'rgata olmayapman. Qancha kir mashinaga bo'lsa ham sol deyman-da, qo'paya deydi. Lekin O'zim bilganim qilyapti. Demak, siz qayerdadir o'zingizni bilganingizni qilasiz. o'sha rostana. Siz anaqa qilmayapsiz. Demak, mana farzandinglar quloq solmayaptimi sizlarning ishingizga? Demak, sizlar o'zingizlarni tahlil qilinglar. Sizlar qayerda shu ishni qilyapsizlar o'zingizlar? Endi men o'ylayapman, masalan, uyda qaynonam yo'q, qaynonam o'chib ketdi. Bori yaxshi. Shu bolam boshqa bo'lardi, yosh bo'lardi. Men o'ylayman, erim nima aytganini qilmadimikin degan bitta analiz qilib. Balkim eringiz emasdir, boshqa insonnidir. Yo, aloqa qiladigan shu erim, onam bilan otamni telefon qilib yaxshi. Va bir taftish qilish kerak. Demak, siz kimnidir aytganini qilmayapsiz deb o'zingiz bilganingiz